odam uchun mana qanday kasalliklarni olib keladi. Shunday holatlarda odam uchun xuddiki uchi yo'q kasalliklarni paydo qiladi. Birinchi, vahima bosadi odamni. Vahimakash bo'lib qoladi. Ikkinchidan, xayolan qo'rqoq bo'lib qoladi. Uchinchidan, havo yetishmaganday bo'lib qoladi. To'rtinchidan, xayolida birov kuzatib turganday bo'ladi. Beshinchidan, bir o'zi qolsa juda xuddi o'lib qolayotganday bo'ladi. Oltinchidan, kechqurun qorong'idan juda qo'rqadi. Yettinchidan, ko'pchilik yig'ilgan joyga borolmay qoladi. Sakkizinchi, doktordan lecheniya olsa foydasi bo'lmay qoladi. To'qqizinchidan, bilmasdan o'tkazib yuborsa o'ta yomon ahvolga solib qo'yishi mumkin. Bilmay o'tkazib qo'ysa. Kimki shunday hollarga tushsa, bezovta qilsa, bizga aloqaga chiqing. Qo'limizdan kelgan yordamimizni inshaalloh qilamiz.